qizil sizga bugun aytib bermoqchi bo'lgan narsam beauty kollagen haqida. Ya'ni kollagen bu asli nima? Yoshartiruvchi, terini tiniqlashtiruvchi, terini tortuvchi, misol uchun maydaliklar tushyapti, krem sursam ham ketmayapti yoki dog'larim ketmayapti deydiganlar uchun, tirnoqlarni baquvvatlashtiradi, sochlarni baquvvatlashtiradigan narsa beauty kollagen sizni yoshartiradi, organizmingizni ichkaridan yoshartirib beradi. Ichida 7 porsiya bo'ladi. Tayyorlanishi juda ham oson, qizlar. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bittasini olasiz, bittasini olib, mana tayyor uzana qilib qo'ygan. Qilib stakanga solib tayyor. Buni ichida nimalari bor? Qizlar qaranglar, ichida gillarunoviy kislota, biotin bilasizlar, insonni sochlariga juda ham foydali. Vitamin C, immunitetimizni oshirib berish uchun va suv solib aralashtirib ichib olasizlar. Soldim, hozir buni aralashtiraman. Ichib olaman qizlar. Buni ichib olganingizdan keyin sizlar yosh, go'zal, organizminglar ham, o'zinglar ham go'zal bo'ladi.